Bola beshikka o'rganib qolsa nima qilish kerak o'rtoqlar? Muhammad Yusuf umuman beshiksiz uxlamaydigan bo'lyapti. Shu sababli ham tezda Toshkentga uyimizga yo'l oldik. Men ketishga tayyorgarlik ko'ryapman, ota bola bo'lsa mazza qilib uxlayapti. Birinchi paytlari Muhammad Yusufni beshikka yotqizolmasdim, hozir beshiksiz yotqizolmayapman. Bismillah deb yo'lga ham chiqib oldik. Yana ham Muhammad Yusuf yuvoshgina yo'lda jim uxlab ketadi. Bilasizlar, vodiydan Toshkentgacha yo'l uzoq, shuning uchun yo'lda mashinani almashib minib ketamiz. Uyga yetib kelib, Muhammad Yusufni beshikka beladim. O'zim ham jicha mizg'ib olgandan keyin turib o'zimga qarashni boshladim. O'zimga qarashni tish yuvishdan boshladim. Bilasizlar, men doim biometr tish shotkalarni ishlataman, chunki boshqa shotkalar bir oyda dabdala bo'lsa, biometr shotkasini uzoq muddat ishlatsangiz bo'ladi. Keyin sirazi bo'yandim, kiyindim, Muhammad Yusufni kiyintirdim va biz Magic City'ga bordik. Magic City'ga nimaga borganimizni aytish esimdan chiqib qolibdi. Biometr Magic City'da Latadron va fotobudka o'rnatgan. Siz M Cosmetics magaziniga kirib, biometr mahsulotini sotib olasiz va olib borib chekda xodimlarga topshirsangiz, siz Latadronda ishtirok etsangiz bo'ladi va Latadronda sizga nima chiqsa, o'shani olib ketaverasiz. Men zubni shotka yutib oldim, xo'jayinim bo'lsa shopper yutib oldi. Undan tashqari fotobudka o'rnatilgan, borib bemalol rasmga tushsangiz bo'ladi va o'sha rasmni istoriyaga qo'yadigan bo'lsangiz, siz yana Latadronda ishtirok etsangiz bo'ladi. Qaranglar, qanaqa chiroyli rasmga olar ekan, o'zimga shunaqa yoqdi. Keyin bo'lsa ujin qildik va maza qilib toza havoda aylanib uyimizga yo'l oldik.